Bekobodda Orom choyxonasi borligini bilarmi deylar? Bu qoling. Toshkent viloyati Bekobod shahari va Bekobod tumani aholisi uchun maxsus taklif. Billur Bekobod sredstvalari Optim Scrap. Tochkani xo'jayini. Assalomu alaykum. Aynan mana shu Abrorbek do'stimiz boshchiligidagi Billur Bekobod sredstvalarini davom etamiz obzorini. Hurmatli azizlar, Bekobod shahar, Bekobod tumanida istiqomat qiluvchi do'stlar, magazin yurituvchi do'stlar, bizda sizlar uchun ajoyib taklifimiz mavjud. Ya'ni eng zo'r, eng sifatli billur sredstvalarini optim narxlarda yetkazib berish xizmatimiz bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan ma'qul deyshadi. Har bir ham ustoz san'atkorda. Sayjon aka, qani do'konda marhamat. Marhamat aka, keling. Xush kelibsiz. Hurmatli aziz do'stlar, nafaqat Toshkent viloyati, Bekobod shahar va Bekobod tumani barcha aholilarni aynan mana shu do'konda kutib qolamiz. Bu milliy brend to'g'risida ma'lumot berilgan bo'lsa. Sayjon aka, billur haqiqatan bizning O'zbekiston milliy brendi, o'zbeklarimizdek. Xullas, chet eldan keladigan любой sredstvalar bilan ko'kragini yirgan holda bemalol raqobatlasha oladigan darajada sifati o'ta kuchli bo'lardi. Bu antijirimiz bo'ladi. Chet eldan keladigan любой antijir bilan raqobatlashib bemalol yenga oladi. Bu gapimizga javob beramiz. Ishlatib ko'rganlar bo'lsa, like, подписка, обязательно kommentariyada yozinglar do'stlar. Bizni milliy brend Billur. Manzilimiz Orom choyxonasini ikkita yonginasida. Texnoparkda to'g'risida Bekobod shahar dehqon bozori. Bu tomoni Metsanchast va Sulola tennisni kort va manzilimiz Orom choyxonasining yonginasida. Hurmatli aziz do'stlar, o'sha boya aytganimizdek, 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ishlatib ko'rgan ma'qul deyshadi. Bemalol kelaverasizlar, ishlatib, kommentariyada izoh qoldirasizlar. Ishlatmaganlarga esa samolyotcha bilan jo'nataverasizlar. Ja eringan odamlar bo'lsa, qizilchani shunday bosib qo'yasizlar.